Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Bu qitimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ma'rif cemiyetide aylık söhbet yığını ötküzüldü. İstanbul'da faaliyet edip beriyotgan Sharq Turkiston Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti her ayının 1. Cuma günü ötküzüp kelayotgan aylık söhbet yığınının bu aylığı 6. dekabr Cemiyet Merkezinde ötküzüldü. İstanbul'da faaliyet edip beriyotgan Sharq Turkiston Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti her ayının 1. Cuma günü ötküzüp kelayotgan aylık söhbet yığınının bu aylığı 2013 yıl 12. ayının 6. günü Cuma keç saat 7'de cemiyetning merkezinde ötküzildi. Yığınga cemiyet baş katibi Abdulahad Abdurrahman efendi riyasatçılık qildi. Yığın Qur'oni Kerim tilavati bilan boshlanib, Qur'oni Kerimni İsmail Qarim tilovat qildi. Keyin echilish so'zi qilgan cemiyet baş katibi Abdulahad Abdurrahman efendi oylik suhbatning ahamiyati haqida to'xtalgandan keyin cemiyet baş naziri Abdulhakimxon Maqsum Ajimning boshqa yig'in sababli kelolmaganligini bildirish bilan birga uning yig'in ahliga yo'llagan salomini yetkazdi. Andan Kanadadan kelgan diniy olim İbrahim Damollam so'zga taklif qilindi. U so'zida mu'minning qalbini nimaning uyg'otadiganligi haqida so'z qilib, nihoyat tafsiliy va atrofli holda to'xtaldi. Keyin jamoat arbobi Abduqodir Yapchan so'z qildi. U so'zda islomdagi ibodatning maqsadi haqida to'xtaldi. Oylik suhbatning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. Bu zulmga avval kim qarshi turish kerak? Afg'onistonga Sovetler ittifaqı bastırıp kirgen çağınızda Afgan halkı Allahu Ekber dep Allah'ın kelimesi dep sende boğallık için. Allah'ın mümin belliler zulüm uçurğallık için koluğa koral elip bu zulümü karşı ço Allah'ın Resulü körsetken cihatın ibadet bu ibadetine başladı. Onun denkin dünyanın her kas caylarda ço hakiki müminler ço bunu kollap yardım bulup yakından katlaşıp bunu çoğu öz tüprakından qoğlap çıkardı. Başkalarını hem şundan kıldı. Şu halk bu zulümü uçurgan, tecavüz uçurgan halk evvel Allahu Ekber deyip bu zulümü karşı çoğu yüze başlayıp çıkardı. Şuna bulup geldi. Irak'ta mı şuna bulup geldi? Suriye'de mi şuna bulup geldi? Onun dinkin kanda kıldı. Başka yerdeki çoğu haklı suyar. Kalbine hak bilen teskin tapkızdıgan hakika müminler çoğu. Bunun her türlük yakından hemkarlaşıp yardımcı bulup bu hak taraf tuturup hakkaniyetin nisibisini aldı. Obama Xitayning yuqori darajalik amaldorlarini qattiq ogohlantirdi. Sina blogida e'lon qilingan maqolaga ko'ra, Amerika prezidenti Barack Obama Xitayning yuqori darajalik amaldorlarini ogohlantirgan. Shundaqla Xitoyni mag'lub qilishning yo'llarini ko'rsatgan. Sina blogidan tarjima qilingan bir maqoladan ma'lum bo'lishicha, Amerika raisi Barack Obama Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarini ogohlantirib, Xitoyning Filippin, Tailand va Yaponiyaga urush e'lon qilib qolgan ahvol ostida bu davlatlarning bir askarini chiqim qilmayla Xitoyni mag'lub qila oladiganligini ilgari surgan. Maqolada ilgari surilishicha, Obama Xitoyning gumron bo'lishiga munosabatlik 6 xil harakat loyihasini ilgari surib, 6 xil harakatning hammasini o'rindashning hojati yo'qligiga, ichidan faqat 6-chi harakatning o'rindilishiga Xitoyning vayron bo'lishiga kifoya qildiganligiga ishorat qilgan. Maqoldan qaraganda Obamaning Xitoyni gumronlikqa uchiradigan 6 xil harakat tövendagilardan iborat. Birinchi, Xitoy amaldorlarining chet ellardagi omonat pulini oshkorlash va to'nglatish. Ikkinchi, Amerika pasporti olgan Xitoy amaldorlarining kimligini oshkorlash. Uchinchi, Amerikada muqim o'ltiraqlashgan yuqori darajalik Xitoy amaldorlarining oila tabiatlarining ismligini oshkorlash. To'rtinchi, buyruq tushirib Los Anjelesdagi Xitoy to'qonlar kentini tekshirish. Beshinchi, Amerikadagi Xitoy amaldorlarining oila tabiatlarini tutib Guantanamo turmasiga qamash. Oltinchi, Xitoydagi ish o'rnidan qolgan ishchilarga havodan qoral yiroq tashlab berish. Maqolada yana dunyo taraqqiyotidagi 200 necha yilga yaqin ishlanib kelayotgan narsalarning bir nechasini Xitoyning ijod qilganligi. Ammo televizor, kompyuter, kir alg'u, to'nglatqu, havo tangshuvich qatorliq bugungi kunimizda ishlatib kelayotgan barliq texnika uskunalari, oila saymonlari
Shundaqla har xil nazariyalarning hech qaysi birining Xitoyning ijodiyati emasligi o'ttirg'a qo'yilgan. Hamda yuqoridagi narsalarning birarsini Xitoyning ijod qilganligini kim jarangliq jakarlay oladi deb raqobat e'lon qilingan. Hattoki qeyrindosh qalamdan tortib qog'oz qisquchlarning Xitoyning kashfiyoti emasligi ilgari surilgan maqolada ishiltayotgan narsalarning birini bo'lsa-mu Xitoy kashfiyoti deb jakarlay oladigan kishilarning maydonga tushishi talab qilingan va Xitoylarning tarixdan buyon butun dunyo madaniyatidan foydalanib kelayotganligi, ammo ularning yaqinqi 200 yil mobaynida dunyo madaniyatiga to'kpi qo'shib boqmaganligi. Agar Xitoylarning hozirgi dunyo madaniyatidan bahramand bo'lmagan ahvol ostida ularning bir kechada ming sulolasi vaqtidagi jaholatlik davriga qaytib qolganligi uqtirilgan. Xitoyning dunyoga namoyon qilgan madaniyatlarining yundi meyi, sanlu markalik zaharlik sut parashugi, o'ruq go'sht javhari, kala go'shi malhimi, qizartqich, formalin, gungurt yaltilgan meva, koni oyoqdan ishlangan yer yilimi, mis sulfat qo'shilgan lamnariya, oqartqich qo'shilgan un, chochdan ishlangan jangyu, sanoat spirtidan ishlangan oq haroq, avraz suydan ishlangan mineral suv, alkohol, benzin, ko'ptirilgan tomoq qochisi, homildorlikdan saqlanish to'g'risida beqilgan yilon beliq, o'lik chorvalarning go'shida pishirilgan kavob, pensiyaga chiqishni kechiktirish, yashanganda kutinishdagi qo'sh liniyalik tuzum, 20%lik uy mulk beji, majburiy cheqib ko'chirish, ma'murlarni maxsus arzon qolay uydan bahramand qilish, yuqori baholiq sifatsiz benzin, yo'l asrash haqqi, yo'l ko'riklardan o'tish haqqi, mayqashlashdagi qo'sh qatlamliq boj, %17%lik darajadan tashqari ko'p qatlamliq oshirilma qimmat beji, vaqtliq ishchi, narsida qizlarni qo'ndirib ipitiga tegish jinoyati, do'rab yasash qatorliqlar ekanligi ilgari surilgan maqolada yana daryoda eqib kelayotgan bir yog'ochni ko'rganda Xitoy doiralarining shu daryoning egisi sifatida darhol paydo bo'lganligi, bir korxonachining va bir tovus sotadigan yaymachining oilasidagilarning ko'z oldida Xitoy doiralari tomonidan urib o'ldirilganligi ilgari surilgan. Mana buning o'zi bir fojia. Olim Abdulqodir Mollam shahid qilindi. Bengal davlatidagi nopuzliq islom jamoati rahbari Abdulqodir Mollam urush jinoyati sodir qilgan va vatanga xiyonat qilgan degan tuhmat bilan sotlanib, 12-dekabr kech darg'a esib shahid qilindi. Davlatining islom jamoati rahbarlaridan biri bo'lgan Molla Abdulqodirga o'lim jazosi ijro qilinganligini e'lon qilishi Bengalda va butun dunyodagi musulmonlar orasida qattiq g'ulg'ula qo'zg'ab, o'lim jazosining ijro qilinishiga qarshi ijtimoiy tashviqot mediasi boshchiligida harakat qo'zg'atilgan edi. 1971-yildagi Bengal mustaqillik urushi jarayonida jinoyat sodir qilgan va vatanga xiyonat qilgan degan tuhmat bilan sotlanib, o'limga hukm qilingan Abdulqodir Mollaning 10-dekabr yarim kechidan o'tganda darg'a esildiganligi jakarlangan edi. Bu qarorning e'lon qilinishidan keyin butun ijtimoiy tashviqot mediasida elib berilgan besimlar kuchini ko'rsatib, Abdulqodir Molla haqidagi ijro qilinmoqchi bo'lgan o'lim jazosi 2 qatim kechiktirilgan edi. Ammo bu uzunga surmadi. Bengal doiralari Abdulqodir Mollaga berilgan o'lim jazosini tunugun, ya'ni 12-dekabr kech ijro qildi. Bengaldagi televiziya kanallari islom jamoati rahbari Abdulqodir Mollaning Dakkadagi markaziy turmada oqshom soat 6 atrofida o'ldirilganligini bildirdi. Abdulqodir Mollaning darg'a esishi bilan shahid qilinganligini ismini oshkorlashni xohlamagan istixborot xodimining xabari isbotladi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Abdulqodir Molla bilan birlikda yana 5 nafar kishi o'ldirilgan. Molla turgan turmaga jinoza mashinasining kirganligi va Abdulqodir Mollaning ayolining turmadan chiqayotganda zafar ishorati qilganligi qo'shimcha berilgan xabarlarda yer oldi. 1971-yili elib berilgan Bengalning Pokistondan ayrilib mustaqil bo'lish urushida Pakiston qo'shini bilan birlashib 369 nafar bengallik askarning o'limiga sababchi bo'ldi degan jinoyat bilan o'limga hukm qilingan Abdulqodir Mollam o'ziga ortilgan bu tuhmatlarning hammasini inkor qilgan edi. Abdulqodir Mollaning insoniylikka qarshi jinoyat o'tkazdi degan tuhmat bilan ayblanib, o'limga hukm qilinishini qattiq ayblagan Bengal islom jamoati rahbarlari qarorning butunlay siyosiy intiqom ekanligini bildirdi. Abdulqodir Molla urush jinoyatchilari sud mahkamasida o'limga hukm qilingan tunji kishi bo'ldi. Bu mahkamada mustaqillik urushi mezgilida Pokiston bilan hamkorlik elib borgan jinoyatchilar sotlanadi. Abdulqodir Molla bo'lsa, Bengal islom jamoatini qurgan deb qaralgan va 200 dan ortiq kishining o'limiga sabab bo'ldi deb qaralgan Badr pidoi kuchlar guruhiga a'zo bo'lganligi bilan ayblangan edi. Alloh Abdulqodir Mollaning shahodatini muborak qilsin. O'zlarining razil niyatlariga musulmonlarni shahid qilish orqali yetmoqchi bo'lganlarning vabolini o'zlariga to'liq qaytarsin. Shahidning har bir tomchi qoni islom dunyosining zafari uchun shijoat qaynog'i bo'lsin.
Washington Xitoyni Janubiy Koreya va Yaponiya bilan qizil telefon o'rinlashtirishga da'vat qildi. Washington Xitoy Sharqiy dengizida e'lon qilingan havo mudofaa rayoni to'g'riliq keskinlashgan ziddiyat sababli Xitoyni Janubiy Koreya va Yaponiya bilan qizil telefon o'rinlashtirishga da'vat qildi. 6 dekabr juma kuni Amerika EFP'ning xabar qilishicha, Washington Xitoy Sharqiy dengizida e'lon qilingan havo mudofaa rayoni to'g'riliq keskinlashgan ziddiyat sababli Xitoyni Janubiy Koreya va Yaponiya bilan qizil telefon o'rinlashtirishga da'vat qilgan. Xitoy doiralari 23 noyabrda talashda qolgan Xitoy Sharqiy dengizidagi orollarni o'z ichiga olgan holda havo mudofaa rayoni turg'izganligini e'lon qilgan edi. Xitoy e'lon qilgan havo mudofaa rayoni Yaponiya igidorchiligidagi Senkaku orollarini ham o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, Xitoyning bu qilmishiga qarshi Washington Janubiy Koreya va Yaponiya mazkur talashdagi orollarning harbiy mudofaasini kuchaytirish orqali Xitoy e'lon qilgan havo mudofaa rayonining e'tirof qilinmaydiganligidan signal bergan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri so'zchisi Mari Harf mundaq dedi: Xitoy boshqa davlatlar bilan hamkorlashishi kerak. Xitoyning o'z beshiga havo mudofaa rayoni turg'izishi sababli yuz bergan xatarlarning oldini olish maqsadida Xitoy bo'libmi Janubiy Koreya va Yaponiya bilan kengashib ish qilishi lozim. Navbatda yuz berayotgan xatarlarning sababidan beri boshqa davlat egiligidagi havo bo'shligini Xitoyning o'zining qilib olganligi degan Mari Harf Beijing doiralari vaziyatni mushunda holga keltirib qo'ydi. O'xshamagan ikki davlatning boshqarishi ostida yo'lovchilar aeroplanlarga buyruq tushiradigan qalaymaqonlikqa elib kelgan vaziyatni Xitoy paydo qildi dedi. U yana Xitoyning bundaq muqimsizlikka sabab bo'lgan ishlarni so'rab chiqib, Xitoyning qo'shinlarining Xitoyga qarshi yangi tadbirlarni tuzib chiqishiga turtki bo'lishi mumkinligini bildirdi. Yana bir tarafdan CNN axborot agentligining xabar qilishicha, Janubiy Koreya doiralari 8 dekabr yakshanba kuni o'zining havo mudofaa rayonini kengaytganligini e'lon qildi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Janubiy Koreya doiralari e'lon qilgan havo mudofaa rayoni keyingi kunlarda Xitoy doiralari nufuzi doirasiga kirgizib olgan rayonlarni mo ichiga oldi ekan. Janubiy Koreyaning havo mudofaa rayonini kengaytirish harakati Xitoy doiralarining Seriq dengizining sharqidagi Xitoylar Soyan, Janubiy Koreyaliklar Liudo deb ataydigan suv ostida qolgan toshliq rayonlarni o'ziga qo'shib olishdan keyin bo'lgan. Janubiy Koreya bu harakati orqali 62 yildan beri tunji qatim havo mudofaa rayonini kengaytirish orqali Xitoyga raqobat e'lon qilgan bo'ldi. Xitoy mazkur rayonning havo bo'shlig'idan o'tmoqchi bo'lgan har qanday tarafning Xitoydan ruxsat olishini talab qilgan. Xitoyning bu rayonlarni o'zining mudofaa rayoni qismiga qaytib olishdak bu qilmishi xalqarada qattiq g'ulg'ul qo'zg'amoqda va tanqidga uchirmoqda. Afg'oniston Amerikaning besimlariga bo'yin egmaydi. Afg'oniston muavin raisi Amerikaning Karzayga besim ishlatganligini va bexatarlik kelishimini imzolashga majbur qilishga qistiganligini ilgari surdi va davlatining Amerika tarafidan qilinayotgan besimlarga bo'yin egmaydiganligini uqtirdi. Afg'onistonning muavin jumhur raisi davlatining Amerika tarafidan qilinayotgan besimlarga bo'yin egmaydiganligini uqtirdi. Afg'oniston jumhur raisi Hamid Karzayning muavini Amerikaning Karzayga besim ishlatganligini va bexatarlik kelishimini imzolashga majbur qilishga qistiganligini ilgari surdi. Afg'onistonning bu xil besimlarga bo'yin egmaydiganligini bildirgan mas'ul Karzayning kelishimni imzolashni 2014-yili aprel oyidagi saylovlardan keyin kun tartibga olganligini aytdi. Washington navbatda Karzayni bexatarlik kelishimnomasiga imzo qo'yishga qanoatlantirishga urinmoqda. Bu maqsadda nurg'un vositalarni ishlatgan Amerika doiralari mazkur masalada Karzayni texnichi qanoatlantira Amerika Karzayning kelishimni imzolamasligi ahvolida Afg'onistondagi 47 ming Amerika askarni tamoman chekintirib ketadiganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri John Kerry Brukseldagi Shimoliy Atlantik akti tashkilotining bir yig'inida so'zlagan nutqida Afg'oniston mudofaa ministrining Karzayning o'rnida bu kelishimni imzolasi bo'lganligini ilgari surgan. Hamid Karzay John Kerryning bu so'ziga nihoyat qattiq raddiya bergan. Misrda 11 yillik qamoqqa hukm qilingan 14 qizga qayta sud ochildi. Misrda Sahariyatda harakati a'zosi bo'lgan va 11 yillik qamoqqa hukm qilingan 14 nafar qizga qayta sud ochildi. Misrda Sahariyatda harakati a'zosi bo'lgan va 11 yillik qamoqqa hukm qilingan 14 nafar qizga qayta sud ochildi. Misr Iskandariya shahrida qayta sud ochgan Gunoh sud mahkamasi qo'lga ilinib, 11 yillikdan qamoqqa hukm qilingan mazkur 14 nafar qizning 7 nafariga 1 yillik qamoq jazosi, qolgan yeshi kichikroq 7 nafarini 3 oy sud siniqi ostida turish sharti bilan jinoyatsiz deb hukm e'lon qildi. Bu qatimqi hukm ilgari qilingan hukmni tuzitish bo'ldi. Ilgari Gunoh sud mahkamasi mazkur Sahariyatda harakati a'zosi bo'lgan 14 nafar qizni 11 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilgan edi.
Sotning qizlar haqidagi hukmi faqat Misrda emas, butun dunyo jamoatining noroziligiga uchradi va Misrdagi harbiy inqilobga qarshi namoyish qilgan Iskandariyalik Sahar 7 harakati qizlarining qo'yib berilishini talab qilib, keng ko'lamlik ommaviy besim maydonga keldi. Bu qatimliq sot boshlanishining oldida mahkama temir qafasga solingan qizlarning qafasdan chiqarilishini buyurdi. Bu vaqtda temir qafas ichidagi qizlar o'zlarining erkinligiga erishish yo'lida qamalsa-mu, haqsizlikka bosh egmay zolimlarga qarshi tura olganligidan faxrlanib, qat'iy iroda va oliy himmat bilan jasurona turishdi. Ularda hech qanday qo'rqish ifodasi ko'rilmadi. Hatto ularning biri bir qancha qatim qo'lini ko'tarib, Rabiatul Adaviya maydoni ifodasi bo'lgan Rabia, ya'ni 4 ishorasini qilib turdi. O'tgan hafta ochilgan sotda ularga shunchalik qattiq hukm berilib, butun yoshlik bahorini yo'q qiladigan darajada 11 yillikdan qamoqqa hukm qilingan qizlarning ruhiy kayfiyati va jo'shqinligining nihoyat yaxshi ekanligi, har qanday ahvolda zolimga bosh egmasdan tik turishdek jasur ruhi butun dunyo musulmonlari, shundaqla musulmon emas kishilar nazarida qattiq ta'sir qo'zg'agan bo'lib, ularga bo'lgan hayronligini bosolmay qolgan edi. Janubiy Koreya, Angliya, Amerika birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Janubiy Koreya, Angliya, Amerika birlashma dengiz harbiy kechiringlar. Janubiy Koreya, Angliya, Amerika birlashma dengiz harbiy manevri Xitoyga yaqin yerdan boshlandi. Rossiya ovozi to'rining Janubiy Koreyadagi Amerika armiyasi rahbarligidan sodir bo'lgan xabarga ko'ra, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlar va Angliya ishtirokchiligidagi 2 kunlik dengiz harbiy manevri Janubiy Koreya orolining janubiy tarafidan boshlandi. Bu qatimqi 3 taraflik dengiz harbiy manevri Xitoyning Sharqiy dengizdagi rayonlarni havo mudofaa rayoni doirasiga kirgizib e'lon qilganligidan keyin va vaziyatning jiddiy keskinlashayotgan bir paytida elib berilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatimqi manevrga Amerikaning raketa qo'g'lovchisi, Janubiy Koreyaning urush texnikalari bilan qurollantirilgan va IGS sistemasi orqali kontrol qilinadigan vayron qiluvchi raketalarni to'shig'uvchi Yo'lg'oq II va Angliyaning yuqori texnika bilan ishlangan Deyring bombardimonchisi qatorli qurollari qatnashtirilgan. Xabarda bu qatimqi manevrning maqsadining tinch va urush holatlarida 3 davlat orasidagi askariy hamkorlikni taraqqiy qildirish ekanligi ilgari surilgan. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, shunda qilib bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Alloh subhanahu va taologa topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.